Ramazonga 18 kun vaqt qoldi. Men esa tayyorgarlikni boshlab yubordim. Bu yog'iga issiq taomlar hamda salatlar retsepti ko'proq bo'ladi. Baton nonlarini ustiga bo'ktiramiz. Qiymamiz ustidan gazli 1 piyola suvni quyamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, to'g'ralgan kashnuch va ziravorlarni solamiz. 10 daqiqa ustiga bo'kkan batonni ustlarini siqib chiqaramiz va qiymamizga qo'shamiz. 5 daqiqa davomida qiymamizga yaxshilab ishlov beramiz, ya'ni aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan qiymani maxsus qopchaga solamiz va ko'rsatilgandek qilib siqib chiqazamiz, kesamiz. Aytgancha bu taom 20 daqiqada tayyor bo'ladi. Siqib chiqarib bo'lgach, ustini sal bosib qo'yamiz. Tavoga yog' solamiz, juda ham qizdirmasdan qovurishni boshlaymiz. Har tarafini 2 daqiqadan jami 4 daqiqa davomida qovurib olamiz. Iftorlik dasturxonda yengilgina salatga nima deysizlar? Rukla, qizil bolgarskiy zaytun yog'i, balzamический ukusini solib aralashtiramiz. Salat ta'mi o'zgacha bo'lishi uchun albatta labne kerak bo'ladi. Salat ustiga joylaymiz. Qo'rma shashli uchun garnirga men kartoshkadan foydalandim. Xohlasanglar guruch qilsanglar ham bo'ladi. Salat ustidan kedar yong'og'ini sepdim. Sochni, mo'shni retsept tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.